Aloqa homiladorlik vaqtida mumkinmi, mumkin emasmi, zarar va foydasini aytib o'taman. Agar oilangiz o'sha ayol shikoyati bo'lmasa, jinsiy aloqa qilish mumkin. Jinsiy aloqa qilganingizda oksitotsin gormon hosil bo'ladi. Bu gormon bachadonni qon aylanishini yaxshilaydi va kislorod ko'proq farzandingizga boradi va tug'ishga sakrasheniya bo'ladi, matkalar sakrasheniya erkin bo'ladi, o'sha tug'ishga adaptatsiya bo'ladi va serotonin, endorfin gormonlar hosil bo'ladi. Bu gormon kayfiyatni ko'taradi. Ayolingiz faqat kayfiyati ko'tarilgan holatda yuradi. Janjal, urush janjal kamroq bo'ladi oilangizda. Agar shikoyati bo'lsa, bachadonda shamollashlar bo'lsa, yoki og'riq bo'lsa, yoki qon ketish bo'lsa, yoki suv ketish bo'lsa, misol platsentaning o'sha suv ko'proq bo'lsa, o'sha holatlarda mumkin emas. Hatman borib ginekologga uchetga qo'yish kerak. Analizlarni sidik, qonlarni topshirish kerak. Biron problema bo'lsa, o'sha tavbat qilish kerak o'sha joyda va hatman 2-3 oyda bir marta haqiqatan uzidan o'tish kerak. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu video yoqqan bo'lsa, kommentariya o'z fikrlaringizni yozinglar kommentariyaga va podelиться qilinglar va obuna bo'lishni hatman unutmang.